Kambeklar irqchilik sabab to'xtab qolgan Lissabondagi uchrashuv va Borussiyaning ishonchli g'alabasi. Do'stlar, hozirgi Chempionlar Ligasi 1/16 final bosqichi doirasidagi ayrim o'yinlari yakunlandi. Jumladan Turinning Juventus klubi Istanbulda Galatasarayga 2-5 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Turkiyaliklar 1-2 hisobdagi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirib ketdi va javob uchrashuv oldidan katta ustunlikka ega bo'ldi. Monako va PSG bahsda ham kambek ko'rdik. Mezbonlar Balogunning 2 goli evaziga 18-daqiqada ishonchli hisobda oldinga chiqib oldi. So'ngra Vitinha penaltidan foydalana olmadi. Dembele jarohat oldi. Hammasi yomon ketayotgan paytda Duet zaxiradan tushib hisobni qisqartirdi. Hakimiy tenglashtirdi. Ikkinchi bo'limda Duet dublni rasmiylashtirib, PSJga g'alaba keltirdi. Eng qiziq o'yin Lissabonda kechdi. To'g'ri, o'yin sifati tomonidan bunday deya olmayman, lekin o'yindagi voqealiklar sabab hammani ushbu uchrashuv o'ziga og'dira oldi. Birinchi bo'limda jamoalar durang o'ynadi. Vini va Mbappening hujumdagi ishlari yurishmadi. Ayrim vaziyatlarda Trubin qutqardi. Hammasi ikkinchi bo'limdagi Vinining super goldan keyin boshlandi. Braziliyalik golni raqib muxlislar tomonga borib raqsga tushgancha nishonladi. Bu hattoki mezbon futbolchilarga ham yoqmadi. Vini Prestiani uni haqorat qildi deya hakamga yuzlandi va o'ynashdan bosh tortdi. Hakam irqchilik sabab o'yinni to'xtatdi. 10 daqiqalik to'xtalishdan keyin bahs davom ettirildi. Keyinchalik Viniga ikkinchi sariq so'ragan Mourinyoning o'ziga qizil kartochka ko'rsatildi. Janjallarga boy bahsda Madrid minimal hisobda ustun keldi. Borussiya esa o'z maydonida Atalantani 2-0 hisobda mag'lub etdi. Ertaga ham o'yinlar davom ettiriladi. Umid qilamizki, Chempionlar Ligasi bizni zeriktirmaydi.